Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat. Sog'lom programmamizga xush keldinglar. Necha kundan oldin mana shu yurak to'g'riliq biroz boshlang'ich temalarni so'zlagan edik. Bugun yurakniki munosib mazmunini davom qilamiz. Bugungi mazmunda mana shu yurak kasalliklarini tanishib chiqamiz. Yurak kasalligi nihoyatda bir cho'ng bir fuqum. Shu yurak kasalligi degan ichida nihoyatda ko'p har xil turdagi yurak kasalliklari bo'ldi. Biz Uyg'urlar ba'zida mana shu palonchininki yurak kasalligi qo'zg'abdi deymiz. Bu chaqda ular demoqchi bo'lgani dal shu kishiningki yuragining jiddiy to'xtab qolganligini ko'rsatdi. Bu yurakning to'satdan to'xtab qolishi balkim shu vaqtda yurakdagi qon tomirlarniki to'sib qilishning sababi bo'lishi mumkin va yoki yurak muskulining shu anda ishlamay to'xtab qilish sababi bo'lishi mumkin. Hamda sizga biroz kelib mana shu palonchininki yurak kasali bor desa, agar u kishiningki ishi cho'ngroq bo'lsa, balkim u kishida yurak zaiflashish bo'lishi mumkin, yoki yurak muskullarida biroz kasalliklar bo'lishi mumkin va yoki yurak klapanida masala bo'lishi mumkin. Agar biroz kelib sizga palonni kichik bolada yurak kasali bor ekan desa, u chaqda bu bolalarniki mana shu yurak bo'shliqidagi pardalarda to'sh bo'lishi mumkin. Biz yurak kasali degan bu hukmni 8 cho'ng turga ayiramiz. Birinchisi mana shu tug'ma g'ayrilik sababidan kelib chiqqan yurak kasali. Bu yurak shaklining tug'ma g'ayriligini ko'rsatadi. Bular odatda kichik bolalarda bo'ladi. Yoki bu bolaning bu vaqt to'ralma vaqtida ota-onaning qo'zg'ilgan shu diagnozni qo'yildi, yoki bo'lmasa yangi tug'ilgan chog'da diagnoz qo'yildi, yoki bo'lmasa baliq davri diagnoz qo'yildi. Har xil alomatlar bo'lg'achqa diagnoz qo'yilib bo'ldi. Yoki bo'lmasa cho'ng bo'lguncha diagnoz qo'yilib bo'lmaydi. Ko'pincha bu xil tug'ma g'ayrilik kasalliklarni odatda dorilar bilan, operatsiyalar bilan yaxshi saqlab qilib bo'ldi. Ikkinchisi tajismon yurak kasali. Bu tajismon yurak kasali biz doim anglaydigan shu yashanganlarning bo'lgan bir kasalligi. Bu tajismon yurak kasalining asosiy ma'nosi shu yurakdan chiqqan tumorni biroz toji o'xshaydi. Dal shu toj shakldagi yurak qon tomiriniki asta-asta shu tarib ketishi sababini to'silib qolishini ko'rsatadi. Balkim butunlay to'silmagan bo'lishi mumkin, balkim %50, balkim %70, balkim %90 to'silgan bo'lishi mumkin. Buni tajismon yurak kasali deb qo'ydi. Bu xil kishilar ba'zi vaqtlarda shu yurakka siqishgandek og'riydi, sirtida og'riq bo'lishi mumkin, mo'r tarafda og'riq bo'lishi mumkin. Hamda bu xil tajismon yurak kasalligining ko'pincha sababi yosh sababidan bo'ldi, qiyirg'anda bo'ladi endi bu asta-asta. Yana boshqa sabablar bo'lsa, shu aroq tamaki, ayshi ishrat, kayf sapa, semizlik, diabet kasali, qondagi may moddasini yuqorib ketishi bularning hammasi shu tajismon yurak kasaliga keltirib chiqardi. Uchinchisi shu yuqori qon besimi sababli yurak kasali. Endi bu qon besimini biz o'tgan vaqtda deb o'tdik. %95 qon besimi sabab bo'lmaydi. %2-3 shu yurak sababidan bo'ldi, %1-2 böbrek sababidan bo'ldi. Mayli qaysi sababdan bo'lsin, agar qon besim bo'lsa, ham uzun mezgil bu kishi bu qon besimini to'g'rilab bir dori ishlatmasa, qon besimini tangishmasa yoki boshqa usullar bilan tangishmasa, eng oxirida yurak muskullari shu yuqori qon besimga chidayolmay, eng oxirida yurak muskullari yo'g'onab ketadi. Yurak muskullari haradan bo'lib qoldi, eng oxirida yurak zaiflashishi kelib chiqadi. Bu xil ahvolni qon besimi sababli yurak kasali deymiz. To'rtinchisi o'pka manbalik yurak kasali. Bu o'pka manbalik yurak kasali deganimiz shu o'pkaning o'zining kasalliklari sababidan yurakdan o'pkaga keladigan qon oqimiga qarshi bir kuch hosil bo'ldi. Bu qarshi kuch uzun mezgil davom qilsa, eng oxirida shu yurak asta-asta aridi. Biz deb o'tgan shu qon besimi sababli yurak kasaliga o'xshash, yurak muskullari asta-asta yo'g'onab ketib qoldi. Buni o'pka manbalik yurak kasali deb qo'yamiz. Bu o'pka kasali deganimiz bir muncha kasalliklar bor. Buning ichida asosligi shu so'zilma xarakterlik o'pka to'sish kasalligini ko'rsatadi. Bu kasallik odatda 20-30 yil tamoq chekkanlarda yoki 20-30 yil shu chang to'zonda ishlagan kishilarda bo'lgan bir kasallik. Masalan, o'qituvchilar bo'lib qolishi mumkin, yo bo'lmasa uy saldaniyat ishlagan kishilar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa shu uzun yil shu to'piliq etizliq ishlagan kishilar bo'lishi mumkin. 5-turdagi yurak kasalliklari bo'lsa, shu yurak muskullari, yurak pardasi yalloqlari kasalliklari. Bu yurak muskuli, yurak pardalari yalloq kasalliklari deganimiz asosligi virus sababidan, yo bo'lmasa mikrob sababidan kelib chiqqan yurak pardasi, yo bo'lmasa yurak muskullarida yalloqlanish ahvolini ko'rsatadi. Bu ko'pincha yoshlarda bo'ldi, yo bo'lmasa ayollarda bo'ldi. Bu xil kasalliklarni davolash biroz oson, lekin davolash ilib bo'lmasa xatarlik oqibatga kelib chiqish mumkin. 6-turdagi yurak kasalliklari bo'lsa, shu revmatizmlik yurak kasalliklari. Bu asosligi badanning boshqa bir yerda ko'rilgan shu revmatizmlik kasallik asta-asta berib, shu yurakniki klapaniga ta'sir ko'rsatib, yurak kasalligini keltirib chiqardi. U chog'da yurak klapani ancha yaxshi ishlaymaydigan bo'lib qoldi, titraydigan bo'lib qoldi. Bunday kasalliklarni revmatizmlik yurak kasali deb qo'yamiz. 7-inchisi bo'lsa yurakda o'sma paydo bo'lib qolish. Buni bir xil yurak kasali deb qo'yamiz. Bu nihoyat oz ahvollarda uchraydi. Ham yurakda bo'lgan o'smalarning ko'pinchisi yaxshi xuyliq, yaxshi sifatlik o'sim bo'ldi. Shunga yurakda o'sib bo'lib qoldi degani nihoyat oz anglaymiz. Ham shu bo'lib qolgan taqdirdami, uni davolash ilib bo'lsa nihoyat ishtiq saqib ketgan bir kasallik. 8-inchisi ham oxirgi bir turdagi yurak kasalliklari bo'lsa, yurakning qon tomir o'zgarish sababli yurak kasali. Bu qanday ahvol desangiz, asosli qondagi may moddasini yuqorib ketganda, yoki bo'lmasa siflis virusi, yoki bo'lmasa mikrob yuqumlanish, tomir yalloqlari qatorliq sabablardan kelib chiqqan shu yurakdagi qon tomirlarining o'zgarishini ko'rsatadi. Bu bir hisob
hatta yürek kesili. Hem bunun bir narsa eskartib qo'yishimiz kerak. Ba'zi kishilarniki doim uchragan bir masalasi yurakni ishtik so'qib ketish, yoki ritmsiz so'qish, yoki ba'zi kishilarda asta so'qish ahvollari bo'ldi. Ba'zi kishilar buni yurak kesili deb turib oldi. Bu yurak kesili bo'lmasligi mumkin. Buni biz faqat yurakning bir alomati deymiz. Bu ya kasallik bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa balki hayajonlanib ketgan chog'da, yoki bo'lmasa erkak qon chog'da, jugagan chog'da, tan harakatgan chog'da, chiniqqan chog'da, balki qahva, choy ichayotgan chog'da mana shu yurak ishtik so'qib qoldi. Ba'zida mana shu dori chekkan kishilarning yurak so'qishini osti bo'lgan ahvollar bo'ldi. Shunga bu yurakniki normalsiz so'qishini yurak kesili emas, balki yurakning bir alomati deyishimiz kerak. Bir narsani qo'shib qo'yay, agar uyda yoki harakat qilgan chog'da tuyuqsizlamash yuragingiz minutiga 150 dan 200 gacha sakrab ketgan ish bo'lsa, 5 minut ichida saqaymasa, mencha o'zi cho'qim bir jiddiy qutuluş berib boqing va yoki bir yurak kasalliklar bo'limi berib boqing. Ham shu minutda yuragim qanchalik atadi, qanchalik sakraydi, ashni sanashni o'rganing. Qo'lingizdan shu beg'ishidan bassiz, his qilasiz, bir ixtimolsa bir hisob bo'ldi. Bir minut sanaysiz. Odatda normal kishilarniki 60 dan 90 gacha bo'ldi. Sizning qancha bo'ldi? Siz bir o'rganib oling. Bir minut qanchalik atlanganligini bilib oling. Shu orqali o'zingizniki, bolangizniki, cho'nglarnikini atrofdan normalmi, normal emasmi shuni bilasiz. Biz bayada bitgan bu 8 turdagi yurak kasalliklari ichida yana bir muncha kichik ayrilgan ayrim ism berilgan yurak kasalliklari bor. Agar bularga to'g'ri diagnoz qo'ymay yoki to'g'ri bir davolashlar berilmasa, bu hayotga xavf yetkazib qoldi. Ya'ni avval yurak zaiflashish kelib chiqadi, andan keyin o'lim kelib chiqishi mumkin. Men Nur doktor, bugungi mana shu yurak kasalliklari turlarini tanishtirishlik leksiyamiz mushunchalik bo'ldi. Bundan keyingi leksiyalarda hamda shu har bir turdagi kasalliklarni, doim jiq uchragan yurak kasalliklarini texnik tafsil tushuntirib tirishimiz. Ularni qanday diagnoz qo'yildi, qanday davolandi, uyda qanday kutindi, qanday oldini olamiz, bularning tafsil mazmunini tushuntirib chiqamiz. Ko'rishga salomat bo'linglar, Allohga omonat.